Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yanadayız va bugungi videoda men Minecraftda mana shunday 32 ga 32 blok bo'lgan mana shunday joyda yashab qolaman va mening maqsadim esa 5 kun tirik qolish. Qani unda videoni boshladik. Xullas bolalar, mana qaranglar, bu 32 joy. Hech qanaqa narsa yo'q. Mana menda ham mana promot qo'shdim. Actions and stuff. Sizlarga bilsanglar kerak. Hamma biladiganlar. Xo'sh, qaranglar. Biz nima qilamiz? O'tiramiz-da. Yoqimli qilib qo'yamiz. Ozgina qoldi bolalar. Xullas biz shuna qilib 5 kun yashashimiz kerak. Bolalar. Xo'sh, yoqimli qilib qo'yamiz. Xo'sh. Endi mana bolalar. Xo'sh, endi voy bolalar, bu yerda slime spam bo'ldi. Xullas kunduzi slimedan narsalar olib yuramiz bolalar. Kechqurun bular bilsanglar kerak. Hamma taniydi, hamma biladi, to'g'rimi? Har xil hostel moblardan narsalar olamiz. Xo'sh, bu yerdagi Iron yapar ekan. Yo'q, tushib ketdi. Right. Hozirgina mashina bo'lib, mashina turadi, to'g'rimi bolalar? Sizlar ham ko'rdinglar. Xullas, buni yig'ib platforma quramiz. Undan keyin kechqurungacha kutamiz spam bo'lishini. Slime spam bo'lishini kutamiz bolalar. Bolalar, men nimaga bunaqa qilib qo'yayotganimni bilsanglar kerak. Bolalar yugurib berayotganda tushib ketishim mumkin-da. Mana bunday turib, shunday mashina saqlab qoladi. Mana shunday bo'lgan bo'lsa, bunday qilib yo'qolib turaman. Hech kim oldimga kela olmaydi. Bas bu joylarda yorib qo'yaman. Qani? Bas bolalar, endi shuna qilib kutib o'tiramiz. Aytgancha bolalar, mana ko'rib turganingizdek, Xudodan kirishni video qilib chiqaring degan serverga kirishni va endi men buni bajarmoqchiman hozir vaqtimcha borligida. Xullas bolalar, mana uni video qilib chiqarmoqchi bo'ldim, lekin men hozir ko'rdim, mana bu yerda mana realmiz, uni bilsanglar kerak. Mana mashina serveriz. Bularda bu bolalar eski yangi versiya bo'lgani uchun bu versiyada akkaunt ochmasdan, mana bu sign in degandan akkaunt ochmasdan hisob bo'lmaykan. Xullas, akkaunt ochmasdan serverga kirsa bo'lmaykan. Shuning uchun men ham serverga kira olmayapman bolalar. U eski versiyalarda lekin kirsa ishlaydi akkaunt ochmasdan, lekin bu yangi versiyada ishlamaykan. Shuni aytib qo'ymoqchiman. Xullas bolalar, ancha kutdim. To'xtatinglar. Xullas bolalar, mana men slime ham uryapti. Bu yerda turib olib. Sekretlar slime'lar kerak. Biz ularni nima qilamiz? Albatta slime blok yapamiz. Bekib tushyapti bolalar. Qancha slime bu? Slime spam bo'ladi. 10 ta bo'ldi slime bol. Xo'sh, bizda nechta ekan? 8 tadan 4 tadan qilib
yasab olsak. Mana bular. Endi bizda versak bor. Endi bular hammalardan kechirim so'rayman. Chashamonlovdim. U ana уже nasibam. Mublasman bo'libdi, to'g'rimi? Xo'sh, endi esa oltinli qurollari bor ekan va mayli, unda voy biz hozir tong tushib turamiz. Bolalar, nariyoqqa bordim. Ahvolimni qaranglar. Bolalar, baliq deyishini qarang. Shavolib yapti. Ko'rdinglarmi? Ko'ylarigacha chiqib. Xullas bolalar, mana уже tong otyapti. Hay yo'q. Nima qilamiz? Tushib ketdi, yaxshi. Yo'q, hozir o'lamiz biz. Yo'q. Hammasi tushib ketyapti. Sabzi yeylik-da. Yaxshi kriper ketibdi. Yo'q. Hozir oldimizga keladi bolalar. Xo'sh. Tushib ketibdi. Yaxshi. Boringlar. Yo'q. Qat. Yo'q. Voy, bolalar. Amali biz yana qo'ygan shularni bas bolalar yuzib xo'sh, mayli, seni o'tiraman. Ana bo'ldi. Endi bu yerda nima qilib bo'lsang yamab qo'yish kerak. Qanchayligini esa men bilmayman. Hozircha esa yana afagenlik qilamiz. Xullas bolalar, mana hezlarla to'plandi. Mana biz yangi asosimiz mumkin. Yo'q, o'lma faqat. Ana. O'zi tushibdi. Kattalar o'tirib to'g'ri. Slime buldum. Daradan sochilib yotishini qaranglar bolalar. Actions instantda vashshi dahshat bo'larkan. Darajalar ham. Endi bolalar biz ketdik. Yana afagenlik qilamiz. Hozir bu rotten flash deymiz. Xullas bolalar, mana yana уже 3-kun ketib kelyapti. Bolalar, ular spawn bo'lganini qaranglar. Bu safar sal qiyinlash deb borgan to'g'rimi? U ana hamma zombilar menga ovqat beradi. Lekin kriperlar yomanda. Tinchlikni chekmoqchi. Bor. Demak biz yasaymiz. Lektorib tayyorlik qilib yasasak. Bo'ldi.
bolalar, mana hamma terib kelgan narsalarim, mana shu tepadagi hamma narsalar. Qaranglar bolalar, men buni blok yasadim. Bu bilan ancha narsalar qilsa bo'ladi. Ozroq slime bol. Bas ancha narsalar bor. Endi yana 2 kun chidaversak bo'ldi. Bolalar, nimagadir bu safar kam spam bo'ldi desam adashman. Chunki yarasiga chiqariladi. Men boya tushibdi. Voy. Voy bolam. Bas bilan o'ltiramiz tezroq. Yaxshi 65. Yo'q, faqat bu ismi. Senga tushundi. Öldü. Yana bolalar, yana kutamiz. Bolalar, mana sizlarga o'zi ko'pida u yoqlarga qo'yib oldim. Bu ne bo'ldi ham. Shuncha hozir yo'q. Xullas bolalar, mana 4-kechani ham tugatyapmiz, 5-kechani boshlayapmiz. Mana quyosh chiqyapti bu yoqdan. Xullas, endi esa biz ham ketdik. Ya halvas. Jamol zombilar o'lgandan keyin biz ham yo'lga otlanamiz. Bu o'tirsa. Wow. Chiroyli mashina. Qurolli olsa. Action Sense safdagi tomonda bolalar. Mana hamma narsa animatsiyalashtirib beradi. O'rgimchaklarni, creeperlarni bolalar ko'rasizlarmi? Вообще. Yaxshi. Meni ozmoq tomondagilar butunlar yana bir qator o'tirib chiqdim. Hadi yorilma. Şimdi yapıyorlar bolalar. Keyin videoyu ketamiz. Oy. Aytgancha bolalar, bu videoda ham reklama bor. Reklama qanday? Yana o'sha Fazier Gamer'ning kanaliga obuna bo'linglar bolalar. Nima deganda u 100 taga ozgina qoldi, lekin bolalar hech kim obuna bo'lmayapti. Hozirroq o'tib obuna bo'linglar. Mana ekranda chiqib turibdi kanali. Bolalar, o'zimcha zerikishdan narsalar qilib buzyapman buni. Qaranglar, qo'lda buzib chiqyapti. Boltam ham, kelkam ham tugadi. Endi nima qilmoqchiligimni bilgan bo'lsanglar kerak. Mana shunaqa parkur qilmoqchiman. Voy. Bolalar, uji mana bularni quyunimcha uji kech ham tushib qoldi. Buni endi ertaga ko'rsatsammikan? Mana bunda hozir bitta ko'raman. Voy. Aytgancha bolalar, hozir sizlar aytishingiz mumkin, nimaga ovozingiz umuman boshqacha deb. To'g'rimi? Aniq aytasizlar. Chunki hozir qaranglar soatni. Mana 22:17 bolalar. Undan 17 minut o'tdi bolalar. Shunaqa paytda ham sizlar uchun video olyapman bolalar. Uning uchun sizlar bittagina like va obuna tugmasini bosib qo'ysanglar, men sizlardan xursand bo'lasdim. Xullas bolalar, mana 6-kun ham keldi. Endi esa men parkurdan o'taman bolalar. Hop. Voy. Mana ketdik. Hop. Voy. Mana kelib oldik. Endi qanday qilib bo'ldi? Bo'ptunda hammaga xayr do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha qolaman. Agar mana shu video 5 ta like qilsa, men keyingi videoda parkur video o'tkazaman. Bo'ptunda hammaga xayr.